Mandarinning po'chog'i, shogirdimning cho'chog'i. O'rtog'im 20 yillik musallas berdi. 2 kilo go'shtga pul bo'lsa, borib maydalar. Ummonlashasini eshitib, O'zimga yangi shogird oldim, ustoz. ya, o'zing hali shogirdsan-ku, bor ko'chani supurib qo'ylaring. Eshitmadingmi? Bor ko'chani supurib qo'y. Ish bo'lish zo'r ekan. O'ng tarafda nimadir shig'illayapti, qaravorlaring. Ha, tegali shoxana. O'zi egilib qaradingizmi mashinani? Sanlar egilib qaraysanlar, masalaga nima olib kelding mashinani? Ya. Shogird 2 kilo go'sht aniq. To'q ham chiqib ketishimiz mumkin. Ustoz, yama isqirsiz-da. Ana aldar ko'sa boru, o'shanga qarindoshlik joyiz yo'qmi? Yur jim bo'l. Bor mashinani ko'tar. Nima qilsa, bor mashinani ko'tar. Hozirgi shogirdlarga ham hayronsan, ustoz. Shoxi bildirmay olib tashlaring. Antifrizga ham qarab qo'ylaring. Bo'pti, antifriz olib kelib quyib qo'ylaring. Naqd pul olib kelmaysanmi? Maqtul soldi, bor antifriz olib. Antifriz qanaqa bo'lardi? Baklashganda qizil bo'ladi. Xo'p, xo'p. Tangasi bo'ladi. Mana shu bo'lsa kerak. Ustoz, nega hadoviga polni karchi urdirdik? Rezinkaga sut yegandan keyin yumishaydimi? Keyin egasiga hadovingiz ham qilib berdik deb soqqasini olamiz. Ha, mo'ka qilgandan keyin mashina yumshoq yurishi shundan ekanda. Ishqi bo'lgan bo'lsalaring, yigitim tekshirib oladi. Ustoz, qatta to'q sho'rva arzonga sotar-ku. Nega? Hozir men yigitni urib jahiy sindirib tashlaydi-yu. Ovqat chayn olmaysiz, menga yengil bo'lardi-da. Ursa, unga pul olamiz. Ne ish pul bo'ldi, bolalar? Yigit qatar topgan bu. Hamma ishi yetadi. Bor musallas olib kel. Shogird baklash kerak, korobkani oldi, musallas olib kel. Ha, 2 litrlik baklashkadigini aytasizmi? Antifrizni bo'ylab mashinaga qo'yib yubordim. Yuvardi ustoz mashinani. Shogirdga ish ber, ketidan o'zi yugar. Shogirdga ish buyur, ketidan o'zi yigit. Okay. Yana nima deding? Nima deydi?